Bir odam falon pul sarflab uy solsa-yu, u uyda yashamasa. Voribirni sarflab uy solib qo'ydi, lekin yashamayapti. Bu odamda aqlli odam deb bo'lmaydi. Yoki falon pulga telefon oldi-yu, ishlatmasdan qo'yib qo'ydi. Bu odam ham aqlli deb bo'lmaydi. Yoki falon pulga mashina oldi, lekin bu olgan mashinasini minmay piyoda yuribdi qishda, yozda, issiq sovuqda. O'zini vazifasini bajarmagan buyumni uyimizda turgizishimiz kelmaydi, birodarlar. Shunday emasmi? Lampochkani ichidagi volframni uzilib qolgandan keyin olib chiqib irg'itishga shoshilamiz. Yana sindirishga ham ish qilib olamiz. Ichidagi ana shu simi uzilgandan keyin lampochka har qancha chiroyli bo'lmasin, har qancha katta bo'lmasin, u qadri yo'qoladi. Uni asosiy ish bajaradigan joyi uzilgandan keyin uni axlatga aylanganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Xuddi shunga o'xshagandek inson dunyoga kelsa-yu, Robbisini tanimagan bo'lsa, Robbisiga ibodat qilishlikdan bosh tortgan bo'lsa, bu kuygan lampochka u. Biz Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan rizq degan muammoni boshimizga kiyib, bizni yelkamizga qo'yib qo'ygan ibodat degan narsani muhmal tashab qo'yapmiz. Alloh azza va jalla aytdi: "Banda, sen men aytgan ibodatni qil, rizqing meni zimmamga, ibodat seni zimmangga" desa, biz rizqni o'zimiz zimmamizga olib yuribmizda, bizni zimmamizga yuklangan ibodatni Alloh o'ziga qaytarib kechirar deb qo'yapmiz. Rizq topishlik, pul topishlik, birodarlar, bu mana aytamiz, dunyoda ishi, dinda ishi deymiz. Bu musulmon odam uchun dunyoda ishi, dinda ishi deyilmaydi. Dunyoda ishi ham dinda ishi, dinda ishi ham dunyoda ishi. Ajratib bo'lmaydi. Diniy ishlar bilan yuribmiz deb qo'yadi ba'zi bir odamlar, haligi taksiga ozroq pul to'lash uchun yoki qassobdan go'sht hozir olish uchun bizgachi deb qo'yadi. Ya'ni o'zini nima deymiz? Dindorligini pesh qilgan bo'ladi. Birodarlar, musulmon odamda diniy dunyoviy ish bo'lmaydi. Hammasi oxirat uchun bo'ladi. Chunki xotin bola chaqani qabul qildim degan paytimizda uni yemog'i, ichmog'i, yotog'i, kiymog'i bizni zimmamizga o'tdimi? Demak, ko'chaga chiqishlikdan maqsadimiz shu xotin bola chaqani boqishlik niyati bo'lar ekan, demak Allohga bergan so'zimiz ustida turibmiz biz. Biz ibodatga chiqib ketyapmiz. Lekin ming afsus bo'lsinki, ana shu ibodatni qilib, boshqa ibodatda surib qo'yayotganlarimiz ko'p bo'lyapti. Endi tirikchilik bola chaqa. Mana o'tgan suhbatlarimizda aytib o'tgan bo'ldik. Agar banda Alloh taolo aytgandaqa yashaydigan bo'lsa, Alloh taolo kutmagan joydan, o'ylamagan, aqli bovar qilmaydigan joydan rizqini yetkazib qo'yishligi haqidagi bir qancha oyatlarni ko'rib chiqqan bo'ldik. Birodarlar, biz dunyo uchun yaralmaganmiz. Shuni yaxshilab tushunib olaylik. Dunyo biz uchun yaratilgan. Mana chiroyli qizga o'xshab ulamolar dunyo hayotini. Hamma ko'zini qisib so'radi. Menga qisib qo'yarmikin bir marta ko'zini, menga vafo qilarmikin deb. Vaholanki